Bu favquluddagi xushxabarni eshitib, hayajonim hal bosilgani yo'q. O'zbekiston tarixida bunaqasi bo'lmagan. Juda ham xursand bo'ldik. Siz ilm-fanda, iqtisodda, sog'liqni saqlashda, madaniyatda, ma'rifatda va ayniqsa qadriyatda alohida e'tibor berib, bizni shu yo'nalishga yo'llagansiz, biz shu yo'lda xizmat qilyapmiz. Shu yo'lda xizmat qilayotganimizda o'zi bizga faxr. Bugun esa mana shu ulug'lar qatorida O'zbekiston xalq artisti degan unvonni berganingiz men uchun katta mas'uliyat. Chunki har bitta ijod qilayotgan inson san'atkorlar o'zi bolaga o'xshaydi-da, rag'batni yaxshi ko'radi. Sen yaxshisan deb qo'ysangiz, yoshimiz 60 dan oshib, endi sekin, endi nevaralarga qaraymiz deb turganimizda bizni uyg'otdingiz, bizga kuch bag'ishladingiz. Biz yana joni dilimiz bilan shu vatanga, shu yurtga, prezidentimizga xizmat qilamiz. Tuprog'i unumdor, suvlari shirin, mevalari totli, odamlari bir-biriga oqibatli bo'lgan bu yurtda yashash qanday baxt. Ayniqsa qilayotgan ijodingga shunday ulug' insonni e'tibor berish qanday baxt. Bu yangi O'zbekiston shukuhi, yangi O'zbekistonni madadi bo'layapti bizga desam agar xato aytmayman. Dunyo bo'ylab boshingiz baland bo'lsin. Siz qayerda nutq so'zlamang, qaysi mamlakatda bo'lmang, ishoning, butun mamlakat ahli, millat sizni duo qiladi. Teatrimiz rahbari 10-15 ta xalqqa yaqin bo'lgan ijodkorlarni 4 yildan beri butun viloyatlar bo'ylab chekka tumanlarga olib boradilar-da. İçimden bir narsa o'tardi. O'sha yerda uchrashganimizda yoshi ulug' bobolar, momolar qo'llarini duoga ochib, bizni duolarimizni prezidentimizga yetkazinglar. Hajlarga, umralarga yo'l ochib berdilar, nafaqalarimizni ko'taryaptilar degan duolarni aytardilar. Qanday yetkazsam derdim. Bugun imkoniyat bo'lyapti. Yoshlar sizga ishonch bilan ko'p universitetlar, institutlar ochildi. Bizga o'qishga imkoniyat bo'ldi deb duo qilishardi. Mana buni yetkazaman sizga. So'lim O'zbekiston, ota makonim, shukrona aytgani keldim qoshingga. Sen o'zing baxtimsan, sen o'zing taxtim, omonlik tilayman aziz boshingga. Men mana shu yerdagi ulug' insonlar oldida, sizlik buyuk inson oldida, O'zbekiston xalqiga, sizga, san'atga umrimning oxirigacha sadoqat bilan xizmat qilaman.